Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganlar Şinjan Sabah Madaniyat tarqitish shirkati yo'l qo'ygan Sabah kuyi programmasi. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Bu sam programmamizda Şinjan Mashrab xalqaro so'z shirkati ishlab chiqargan Zartan markasidagi sap alqat qiyammi mahsuloti alayda qo'lladi. Shirkatning ishlarining texmo ro'naq tepishini umid qilamiz. Biz her zaman programımızda yeni mehmanımız ve yeni köylerimiz bilen sizlerle didarlaşıp kelyapmiz. Bugungi aziz mehmanimiz bo'lsa, bu inimiz balki nurg'un do'stlarga notunush bo'lishi mumkin, lekin naqshlari pat arda yana do'stlar bilan yuz ko'rish oldida turayotgan bir sevimli inimiz, ya'ni Qaysar bo'ladi. Bu Qaysar inimiz mushu yaqinda suratga ilingan Yipak yo'l sadasi programmasining 5-qaroriga qatnashib, Ablat Ablikim ustozning guruhiga tanlandi. Al bilan sizni qutlaqlayman. Rahmat dada, rahmat. Chunki bu musobaqaga, mush programmaga joy-joylarda nurg'ulgan men degan bolalar kelib qatnashyapti-da. Mush programmaning yo'l qo'yganimi bek yaxshi o'tdi deb o'ylayman. Chunki mush orqali sizlarga o'xshash yangi yosh san'atkorlar, naqshchilar yetishib chiqyapti ham mush yo'linglarda yaxshi mustahkam menishinglar uchun o'zingizlarga bir ul asos soldinglar. To'g'rimi? To'g'ri. Undaqda mush sabaki programmamizga kelgan vaqtingizda hozir balkim menga o'xshashlar nihoyat hayajon deb o'ylayman. Hayajonli hissiyotingiz bilan ko'rmanlarga bir salom yo'llab olamsiz. Yaxshimisizlar? Ekran oldidagi barcha aziz ko'rmanlar, menga yetilayotgan yosh naqshchi Qaysardan menlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Shu munosabat bilan ustozim Avlat Ablikim ustozimga cho'nqir salom, oliy ehtiromni yo'llayman. Yana shuning bilan birga Sabah kuyi, shundaqla Sabah madaniyat tarqitish shirkatining biz yoshlar uchun mushundaq bir yaxshi sahnani hozirlab berganlik uchun ularga oliy ehtirom, cho'nqir salomimni yo'llayman. Minnatdorligimni bildirman. Rahmat sizlarga. Voy, rahmat. Minnatdorlik bo'lgan bir qalbda cho'qim yaxshi natijalar texmi ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Bu inimizga qarsaqlar nihoyat ekranga yarashadigan bir chiroyli inimizga. Albatta, bu ekran chiqqanda obraz intayin muhim rol o'ynaydi. Siz ham nozguladan chichib butirgan deb chichangiz butir qoldingizmi? Hatto yana shu sizning chichangizning butirligini anglab bir hafta oldi butir qilib kelgan. Siz butir qilgan deb shu men bugun tatib bo'lib oldim. Sizimda alayda ifodalansin. Rahmat. Chiroyli yarashibdi. Undaqda Qaysar inim hozir hamda mana Sabah kuyidan iborat ataliq san'atkorlarmi ba'zilar o'xshash yetishayotgan san'atkorlarmi, naqshchilarmi tang chiqa oladigan mushundaq bir sahnada o'tiryapsiz. Balkim bu chiqishni orzu qilganlar pek ko'p bo'lishi mumkin. To'g'ri. Undaqda bu sahnaga hamda bizning talabimiz cho'qim bir yangi kuy bo'lishi kerak deb aytdik. Albatta. Yangi kuyni deyishdan oldida hamda sizningki Yipak yo'l sadasi programmasiga qatnashgandagi simayingiz ko'z oldimga kelib qoldi. Shu chog'dagi kiygan qizil do'ppingiz bek yarashibdi ekan. Aniki kiymingizmi ma bir tarafimda juljullari bor. Shunda chiroyli bir jildga kiygan. Shundaqmi? Rahmat. Demak siz tojik millati, shundaqmi? Tojik millati. Shu vaqtda men kiymingizni ko'rgan vaqtimda tojik yigit o'xshaydi deb o'ylagandim. Ammo bugungi yangi kuyimizdan xabardor bo'laylik. Bugungi yangi kuyimiz bo'lsa, yoshlarimizga mos keladigan qiz bilan yigit o'tirisiga bir muhabbat aks ettirilgan. Bir o'g'ilning qizga aytgan ko'ngil so'zi, ko'nglingizni olaman degan shu temada bir qizga bo'lgan yurak so'zini ifodalagan naqsha. Ishqilib bizning shu Sabah kuyimiz kelgan nurg'un yigitlar ayolim, qo'g'lashqinim qo'g'lashqa degandek shu o'ziniki rafiqasiga yoki ayoliga yoki yaxshi ko'rgan qizga mehr muhabbatini ko'ngilni izhor qila oladigan bir xil noyat bir jur'at bo'lib ketibsizlar deb o'yladim. Hozir siz endi ko'nglingizni olaman, shunami? Ko'nglingizni. Amsa bugun mening ham ko'nglimni olmayman, shu ekran oldidagi barliq do'stlarning ko'nglini birga olaylik. Rahmat edi, rahmat. Qani, birlikda anglaylik. Marhamat. Kararım var güzel kız, sizle mengü söygeli. Gelmesiniz yanımga, üzüm baray körgeli. Kararım var güzel kız, sizle mengü söygeli. Özüm sizge xeridar, köngülüm geber namazar. Bulay sizge vapadar, köngülüm geber namazar. Işkınızda keçiler, uyqudan bo'ldim bedor. Sizga kuygan dardimni kimga berib aytay? Hech qo'ymayman sizni hech yeningizga boraman. Qarab turing bir kuni
rencimen siz Köңlüңiz nazık güldek Bilsiniz sizge canım Vafadar yok minimdek Sözümdün rencimen siz Köңlüңiz nazık güldek Bilsiniz sizge yarım Vafadar yok minimdek Hiç koymaymen sizni hiç Yenimizga baraman Qarab turun bir küne Köңlüңizni alaman Hiç koymayman sizni hiç Yenimizga baraman Qarab turun bir küne Köңlüңizni alaman Ey köңlüңizni alaman Şeydayisi bulgalı Hiç koymayman sizni hiç Yenimizga baraman Qarab turun bir küne Köңlüңizni alaman Hiç koymayman sizni hiç Yenimizga baraman Qarab turun bir küne Köңlüңizni alaman Qarab turun bir küne Köңlüңizni alaman Ey köңlüңizni alaman 15 chiroyli naqsh bo'pti. Rahmat, rahmat, Ashu rahmat. tekstilla nim demoqchi bo'lganligi aynan ifodalanadi ekan. Shu, to'g'ri. Haqiqatan bak jur'atli bo'lib ketibsizlar. Siz usulga tushib ketdingiz. Shu. Balkim uslab qoldingiz. Mana shu Mashrab xalqaro so'zchilik shirkati sap ovqat qiyamidan tayyor qilgan mushu zartan ichimligidan sizga bir so'q qilay naq maydonda ichib oling. Endi bu ovqat hammalarga bak tunish. Shundaqmi? Biz oilalarda mushu sho'rpalarni qaynasaqmi, ovqatdan bir narsa sap qo'yamiz. Lekin endi mau zartan ichimligini men ichgandan keyin shuni his qilib qoldim. Birinchidan buniki oldi bilan balkim siz shuni his qildingiz. Bo'ldi ham damini ichayotdingizku. Yana birini berdi deb Botilkalarni yevetgan. To'liq ichishlikka. Bak quyuq ananikida. Ha. Bak quyuqga buni ichishdan avval cho'qim nechin cha qo'yib unga ichmasanglar astiga butunlay jaharlar yig'ilib qolgan ekan. Ana bu ovqatning rolini balkim demasakmi, nurg'un do'stlar bildi. Bu ovqat To'g'ri. mo'tadil bo'ldi ekan. Ana bu ovqatning eng chong roli birinchidan ko'zimizni asraydi ekan. Ikkinchidan jigardagi mayni serib, masalan, jigarni may qoplab ketibdi, jigarda sal masal bo'lgan degan Menga bek maskilga hamma olib ketaychi bo'ldi. Endi biz mani danshiga chiqadigan qo'yib qo'ygan miyaga. Şu an o'sha jigarda masal bor do'stlarimizga bakrak tavsiya qilganmiz. Endi bu jigar yoshlangandan keyin, ani ko'zimiz yoshlangandan keyin butun badanimizning fiziologiyasi asli keladi ekan funksiyasi. Shuni olandan uyqusizlikmi bu bak davo qildi ekan. Shunlashqa hamda mushu zartan markasida mushu sap ovqat qiyomi degan mushu ichimlikni hamda men mushu jigarda masal bor yoki men o'zimning salomatligimga ozroq ko'ngil bilay degan do'stlarga bakrak tavsiya qilaman. Albatta birinchi bo'lib mendan boshlaymiz. Shuni sizga abay ishkiz baxtimg'u, Bana- sizga tedig'ando ilqa bak qirtaqman Albatta mensa. shunda ichishlikka. Adam bearam qildigan emasga. Endi mishada mushu haftalik bir haftalik programmamizni mushu zardan sap ovqat qiyamini ishlab chiqargan Mashrab xalqaro so'zchilik shirkati alohida qo'lladi. Shu munosabat bilan ularga rahmat aytamiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, bizning mana shu saboqiy programmamiz har qaysi tashviqot vositalarida ko'rsatildi. Qadrli do'stlar, bu san programmamizda biz mana shu san'at yo'liga amdil qadam qo'ygan tirishchan yoshlarimizning vakili bo'lgan Qaysar inimizning texnik ishlarining yaxshi bo'lishini umid qilib, so'zimizni mishada oxirlashtirmoqchi. Atkisan programmamiz texnik nadir. At ko'rishaylik do'stlar. Xayr xo'sh. Rahmat, xayr xo'sh.